Sağ olun. Qalasizlar? Charchaysizlar? Qana, yo'qmi sizga akajon payt yo'q. Nima? Ovqatlar. Vasi bir tiyinga qimmat ekan. Ketdi. Vashi yoqmadi, bo'lmadi u. Bugun Toshkentdan mehmonlarimiz kelishgan. Ular bilan birgalikda Payflow haqida o'zlarining fikrlarini bilib olamiz. Qani, birgalikda ketdik. Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchaysizlar? Rahmat. Sizlarga bir o'z savolim bor edi. Payflow keldingizlar, to'g'rimi? Payflowni sizlarga nimasi yoqdi? Nima uchun bu yoqqa keldingizlar? Menga birinchi o'rinda aynan payli Samarqandcha oshiylarni qo'y go'shtidanligi yoqdi. Bilinib turibdi, ana hozir muzlatilgan go'shtlardan qilishyapti-yu. Bu sveji, ya'ni barra qo'yi go'shtiga bo'lganligini men bittada bildim. Mayli shiylarga omad, lekin menga to'g'risi men Samarqandcha osh tanladim. Sizchi? Ikki xil osh berildi sizlarga. Bittasi osh to'fi, bittasi zig'ir osh, Samarqandcha osh. Sizga qaysi biri yoqdi? Menga ham shu. Samarqandcha zig'ir osh yoq. Demak, sizlar qo'y go'shtini yaxshi ko'rar ekansizlar. Salatlarga ham lekin gap yo'q. Gap so'z Ha, ayniqsa ana sveji pomidorni o'zini bundoq ana suvli qilib olib kelishdi, o'shanga gap bo'lishi mumkin. Buxoroga tashrif buyuradigan bo'lsak, har doim bizni mana shu payli oshga tashrif buyuramiz. Rahmat. Avvalambor xush kelibsizlar. Ko'rishganimizdan xursandman. Rahmat sizlarga. Kelib turinglar. Rahmat. Qolganlarni kutib qolamiz. Kelaverasizlar.